Masalan, meditsina deylik, stomatologiya. Stomatologga o'qiyapti. Lekin 50-50 shu sohada o'zi ketamanmi yoki boshqa ish qilishim kerakmi? O'ylayapti hayotini, nima kasb qilishini, nima o'qishini. Ertaga bitirib chiqqandan keyin o'zini yo'liga tusha olish uchun hozir nima qilish kerak? O'sha sohasidagi eng yetuk mutaxassislar bo'ladi-ku. Ularning qo'llarida tekinga ishlab ko'rishni yo'llarini topish va nafaqat shunchaki tekinga ishlash, balki ularga qanaqa foyda keltirishi mumkinligini o'rganib chiqishsin. O'qib yurgan paytimizda IELTS'da hozir ham shunaqa Barnom Kiyeva bilan birga ishlab nima qilgan bo'lsak, ular ustozimiz bo'lganlar. O'sha paytda Telegram yuritardilar. Barnom ham Telegramga ba'zida o'sha post qo'yardilar, qo'ymasdilar, davomiy qilmasdan yurardilar. Menda nima bo'lardi? Mashina mana bunaqa qilsa bo'ladi-ku degan narsani o'rganib chiqib, takliflar berardim. Mana bunaqa ko'rsangiz bo'ladi. Men post qo'yib ko'ring deb. Keyin meni kanallarga admin qilganlar ma'lum bir muddat. Yordamchi bo'lasizmi deganlar. Shu yordamchi nima ish qiladi? Endi u yerda changart yutmaysiz-ku. Hamma joylar tozalashadi. Nima bilan? Qaysidir qog'ozlarni chiqarib berasiz. Keyin nazoratchilarni yig'ishtirib olib, nodurlar qilib, xullas, ularning yo'llariga yaqin bo'lganim sari, sekin-sekin meni borligimni, kimligimni bilib turib, keyin ishga taklif qilganlar. Meni ishga oling demaganman. Ish har doim bor, imkoniyat ham bor. Faqat o'sha odamlarning o'z imkoniyatiga tayyor emas.